Barchalarga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Emish Barkal. Xo'sh do'stlar, bugungi videomizda har bitta urgan golim uchun bitta menga o'zim jazo qo'llayman akalar. Va buni ideyani qayerdan olalaring degan bo'lsalaring, ChatGPTdan olman akalar, to'g'risi. Tak ko'ramiz. Birinchi qaranglar, hozir gol ursam, bitta bir anaqani qo'yaman hozir qaranglar, nima deydi? Masalan, eng zo'r o'ynaydigan futbolchimni olib tashlab, o'rniga bir dabdala bir 60 dadasi ham tanimaydigan futbolchilar bo'ladi, o'shalarni qo'yib tashlayman, qarangchi. Shunaqa o'ynaymiz bugun akalar. Ko'ryapsizlar, mana komanda mana bu. O'sha komandaga masalan gol ursam, bitta cho'tkisi ketaveradi akalar, qarangchi. Nechta match bo'ladi bilmayman. Qarangchi, matchga let's go akalar. Shunaqa qilib o'zingizlardan so'rasak akalar, nima gaplar, nimalar ketyapti, nimalar ketmayapti, nima yangiliklar akalar bo'lyaptimi? Video ham chiqmay qo'ydi, bilaman, to'g'ri. Anchadan beri chiqmadi, endi telefon slomat bo'lib qoldi. Shuning uchun endi to'g'ri tushunasizlar akalar. To'g'rilaguncha vaqt ketib qoldi. Tak mana shu tarkib. Hozir bitta gol uraman akalar. Gol ursam agar, raqib meni xo'rlaganda yiqitmasa, agar gol ursam bitta futbolchi ketadi akalar. Varatayisdan boshlaymiz yoki bitta o'zi eng yaxshi o'ynagan futbolchini chiqarib yuboraman qarangchi. Shu. Ko'ramiz. Keyingi jazo qanaqa bo'ladi bilmayman akalar. Jazo keyingisi qanaqa bo'ladi bilmayman. Raqib komandasi akalar. Ko'rishinglar mumkin. Cavani bullet header, bitta Blitzkrieg Yamal bor ekan. Bo'ladi. Ana magnetic fit. Pedri ham zo'r akalar. Pedrini ochganlar bo'lsa, komment yozib ketinglar. Go akalar, go. Tak hozir ko'ramiz bitta Wandersar attacking GK goalkeeper. Mana bo'ladi qarangchi, o'yinga let's go akalar. Hozir men kim gol urishiga qiziqyapman. Endi hozir kim gol ursa o'sha chiqib ketadi. Yo'q, unaqa emas. Kim zo'r o'ynasa o'sha chiqib ketadi akalar. Masalan, Varatalis bo'lishi ham mumkin-da, hozir bila olamiz. Duay ketdi qarangchi. Mana Kafu ketdi. Zorba Shevchenko vay. Bitta gol urib qo'ydik akalar, bitta jazo ketdi. Qaranglar, hozir bitta gol urdik. Bitta futbolchi ketadi. Ikkita gol ursak, ikkita. Gol atang gol o'tkazasizmi desalar, yo'q, men o'tkazmayman. Ko'ryapsizlar, nima bo'ldi hozir? Kelini kallasiga tegib o'tib ketdi akalar. Golni ham ko'ra olmadik. Mayli. Bir jazo qisqardi akalar. Kustata. Hey! Vay basharangga oyog'im. Har doimgidek o'sha zashta akalar. Zashdan better, eng zo'ri zashta. Baqirib turibsiz, sossi. Kallangga oyog'im sen maraz. Gol uradi. Kursor o'zgarish kerak edi bu yerda. Biz gol urishimiz o'rniga gol o'tkazyapmiz akalar. Birinchi o'yinimiz 3-1 hisobida yakunlandi akalar. Mana bu nerv degan narsa ketdi menda. Bitta zarba, bitta gol urdik lekin. Mayli, ko'ramiz endi ikkinchi taymda comeback-shunos olim qaytishiga endi like bossanglar qaytadi akalar. Bo'lmasa o'ylab ko'rish kerak yani. Aniqoya, bizda ham qaytaruvchi varataychilar bor ekan. 107 laqabli Shmexel. Doy. Yo'q. Pastemi yiplab yuraman. O'libdi bular akalar, o'libdi. Bo'ldi, o'ynamanglar bu komandada. Qanaqa pas bu akalar? Nima pas beryapti bu? Yo'q. Va nihoyat. Davay. Gol mana shu, mana javob demoqchi edim. Mana Varatalis endi ulg'ayapti akalar. Katta bo'lyapti Varatalisimiz. Izohga hojat yo'q. Keyingi o'yinga go. O'yinimiz mana boshlandi akalar. Hozir ikkinchi match bu, ikkinchi match. Ko'ramiz endi. Boyagi o'yinga o'xshab, botga o'xshab o'ynamayman, endi ko'ramiz. Qanaqa o'ynashni o'zingizlar bilasizlar. Bunday qilamiz. Men taktik sxema 4-3-3. 4-3-3 qilgan holatda hujumda shu o'yinni uradi, to'g'ri. Bu yerga Messini qo'yamiz. Bu yerga esa Musialani qo'yamiz. Buyog'igacha deydigan bo'lsa, mana bunday qilamiz. Nima deydilar shunga? Mana endi bu normal degan bir taktikalardan bittasiga ega bo'lmoqdamiz biz hozir. Endi mana shu taktikani saqlagan holda o'yinga go akalar. Corporation qarang. O'yin ketdi qarang.
Gol! Vay, bu gol bekor urdik-ku biz. So'ssi golni bekor urdik-ku biz. Nega urdik bu golni? Voy basharang oyog'im. Dabdala qo'shilar ekan kamandaga endi. Voy, ikkinchi dabdala qo'shilarmi deymanda. Bu varata. Yetib olardi, hozir masalan zarba bermaganda yetib olardi. Bilaman, sizlar hozir ichinglarda unaqa maraz odam borligini bilaman, sizlar ichinglarda. Shunaqa odam bor. Shuning uchun men ham aytda o'ylagan holatda qildim bu narsani. Ha, akalar. Mana bunday qilib turib nimaga urasan gol? Nega urasan? Urmash kerak edi. O'zi ikkita dabdala futbolchi. O'yin qara ahvol. Shunaqa ham bo'ladi. Nega gol urasan? Nimaga gol urasan? Nega urasan? Xudo xayring bergin. Nimaga uradi bu gol? Mana qo'lda hammasi. Mana bu. Like bas qo'yinglar. Kechdan boshlandi kerak. Qani. Xudoga shukr gol urmadim-ey. O'zim instinktlar paydo bo'lib ketadi qayerdandir. Nima unaqa qilyapti akalar? Yo'q shu. Nega urmaysan gol, Maras? Voy, nima qilmoqchi edi bu? Qarshi hujumga dahshat o'tadi. Zarba berib ko'rak chetdan. Voy, ofsayd ekan. Ofsayd bo'lib qoldi-da. O'yin uje unaqa bo'ladi. Gut. Oy. Qanaqa qaytarib tashyapti? Akalar qanaqa qaytarib tashyapti? Gap yo'q lekin bor. Qana, Google'da urib ko'ramiz. Qani. Davay. Qani. Foydalanib ko'raylik, shunday mana turamiz. Davay. Ketib qoldi. Ketdi. Yo'q. Bo'ying kalta bo'lmay o'lgur. O'l, sen ham kalta bo'lmay. O'yin tugab qopti, bilmay qopmiz akalar biz. Vaqt qancha qo'shganini ham bilganim yo'q. Vashcha qanaqa o'yin bo'lyapti debdi. 2-0 ga yutib qo'ydik. Endi hozir almashtiramiz. Nima bo'ladi boshqa, to'g'rimi? Almashtiramiz. Ana ko'tarildi akalar. Birinchi divizionga chiqib qo'yganlar bo'lsa, 1 milliondan o'tib qo'yganlar bo'lsa, voy, mana kim zo'r o'ynaganini ko'rmabmiz-ku. Короче, bu yerda hozir To'ruch uchadi, to'g'rimi? Bunday smena taktik sxema To'ruch uchadi. Bu yerda Musiala turadi, to'g'rimi? Mana shundoq turadi. Xo'p, bu yerda Messi turadi. Hozir bu yerdan oladigan futbolchimiz Musiala bilan yo'q. Bu yerda Xabi Alonso ham yaxshi o'ynatdim deb o'ylab qarasanglar, akalar. Shevchenko olamiz mayli, birinchi o'rinda. Hozir birinchi o'rinda kimni qo'yamiz deydigan sizlaring, bittasini qo'yamiz-da akalar, hujumchini qo'yamiz. Mana 72 ni qo'yamiz. Ketdi akalar Shevchenko. Voy basharang oyog'im qanday o'ynaydi bu endi hujumda. Mayli, avtozamenni ham o'chiramiz endi. Avtozamenni o'chirib tashish kerak. O'ynamanglar aslida bu avtozamen bo'lmaydi u. Voy basharang kim endi Xabini, to'g'rimi? Xabi Alonso ikkita gol urdik-ku biz. CPZ. Mana CPZ akalar, voy basharanga. Qanaqa o'ynaydi hozir bular, Mayli, hozir ko'ramiz. Qani ketdi o'yinga, ko'ramiz. Davay. Raqib. Hozir gol urib boru, seni-chi nima qilaman, bilasanmi? O'tda qovurib, suvda yoqaman. Raqibjon. Ashshi, hozir ko'rasan, 75 ming o'rtashim bor. 70 zo'r o'ynayapti bular. Tepa qarab turibdi. Yo'q, nima kim bular? Morten Trosby. Va Juanilata Sousa. Taran ekan akalar. Voy, bu tezlik qani bunday? 66 o'yatdim tezlik, voy. Yurag olavoy, bo'yini-chi uni. Bo'yi 1.92 ekan akalar. Yurag olavoy nechi buni? 80 mi? Yurag olavoy gap yo'q. Bu kuchaytirilmagan akalar aytmoqchi. Kuchaytirilmagan, shuning uchun shunaqa o'ynayapti. Kuchaytirilmasdan o'ynayapmiz. Qani mayli, ko'p.
Короче, o'yinimiz 0-0 dan boshlandi. Nega 1-0 dan boshlanmaydi desalaring yo'q. 1-0 dan hech qachon boshlanmaydi o'yin. Manchester Red deb yozib Arsenal futbolchi qo'yib qo'ydi. Hoppa, yaxshi, sal qoldi. Birinchidan 0-0 bo'lib o'zini qo'yasiga yetdi. Kim zarba berdi? Gol urmayapmiz-ku. Nima kerak? Kim zarba bergan, to'g'rimi? Ikkinchi taymga gol kerak. Ikkinchi taymimiz boshlandi akalar, mana. Cristiano Ronaldo o'yinni boshlab bermoqda. Menga o'xshab Manchester United fanatik ekan. Ber pas. Messi ketadi akalar. Hayır. Messi ketadi, nima qilamiz yana? Voy, shu golni urmashim kerak edi. Menimcha Messi ketadi yo. Messi ketar ekan akalar, aniq bu. Bu aniq bu, Messi ketar ekan. Yabbanarey, bay. Messi ketar ekan, aniq bu. 3-4 tashladi. 3 ta futbolchi ketadi. 3 ta futbolchi ketadi. Yabbanarey, bay. Har bitta gol uchun deb bekor aytganda ertalab. Nega aytding shuni ham? Raqib ham chiqib ketdi ustiga bor. Yaxshi bo'ldi bir tarafdan. 3-0 bo'ldi, 3 ta ketadi. Yaxshi. Bo'ladi, bo'limeni ketadi, 3 tasi ketadi. Hop, endi ko'radigan bo'lsak, hozir bu yerda kuchaytiryapti. Messini olamiz va salano pasroqdan ham olaylik. Nima? O'rta bitta bu yoqdan olamiz. Endi Zashtadan olish kerak. Voy, Zashta nima qilamiz endi? Tak, Messini ketkazamiz. Qani Messini o'rniga Pereneda kim bor? Xo'p. Perezmi? Perenne bor ekan. Ha, 79, yaxshi. Xo'p, endi Zashnik kerak bizga. Men aytayapti degan Zashnik bo'ladi, o'shani qo'yishimiz kerak. Hop. Dang. Keyin yaxshi o'ynabdi boshda. Uchun shuni qo'yapman. Ketdi akalar yana. Go. Men bir raqib bizni hozir tayraram. Qilamiz biz akalar. Nima qilamiz endi akalar? Oddiy futbolchi o'ynaveramiz endi. Hamma umidimiz Musialaga bog'liq akalar. Hop, bu mana o'zi pasga qarab qolibdi. Mayli o'ynayveramiz. Hozir uju bo'laveradi. Menimcha bo'ladi akalar. Hop, qani o'yin humanlatasiga boshlab berdi. Reytingi ma'lum ekan-a? Qo'yasiga yetgandan keyin zarba ham bermabmiz akalar. Afsus, zarba berish kerak edi. Ikkinchi taym raqibimiz boshlab berdi. Alper Yilmazni ko'ramiz. Qanday o'ynashini hozir. O'tib ketdi akalar, o'tish ham aniq edi. Chunki biz Zashning 73. Voy. Oxirgigina pas o'tmay qoladi. Akalar ko'rdinglar buni? Oxirgi pasimiz o'tganda shu gol bo'lardi. Men sizlarga javob berib aytaman, mana shu gol bo'lardi. Qarachi, mana ko'rdinglar. Videoni shaqatcha ko'rgan bo'lsangiz, albatta bitta like bosib qo'yinglar va obunani ham bosib qo'yinglar. Chunki biz bahorgacha uje 2000 ta bo'lishimiz kerak. Bir oyda eplolmasak endi kimmiz biz? Odam emasmiz qarachi. Mayli. Qarachi, mana like bosib qo'yasizlar. Akalar 75liklar bilan o'ynadik. Endi o'zim jazo qilib ko'rdim, qanaqa o'ynar ekanman deb. 1-0 yaxshi, yomon emas 1-0 bo'ladi. Normalniy. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar akalar. Tinch bo'lasizlar. Hayır.